И нам очень интересен Узбекистан. Вот. И хотели с вами вот насчет чего обсудить такой вопрос. Вот эта организация, да, она очень интересная. Ну, то есть большое предприятие. Вот мы видим, что здесь могут сортировать, вот, то есть все условия, документы, вот, даже мы обратились, они транспорт нам помогают, вот, и деньги можно переводить, не бояться, да, вот, то есть, ну, есть доверие, есть имущество у людей, есть репутация, вот, мы просто хотели о чем поговорить, что вот мы ездили, спрашивали, да, некоторые могут насобирать, вот, допустим, за 2 дня фуру. А нам это уже сложно. Вот такие вот предприятия, чтобы сюда больше привозили, вот, здесь как бы больше развивалось. Вот было бы очень интересно. Вот именно на крупных вот как бы таких вот предприятиях, вот не мелкие, вот где там надо ездить по 500 тонн собирать 3 дня, вот, а вот такие вот. То есть как-то вот, может быть, попросить фермеров, чтобы они сюда свозили вот больше вот. Чтобы нам было удобнее, а это тоже вам будет больше удобно, потому что мы один день собираем, один день охладили и уехали, вот, а не 3 там, дня или 4 тратим, вот, значит можно и продать больше, вот, как бы, ну вот такое у меня мысли, вот, если можно, ну, сюда, чтобы больше привозили, допустим, вот, попросить людей или как, я не знаю. Мы только что насчет этой темы разговаривали. Я им объяснял, что значит нужно удержать холодную цепочку. То есть товар с поля, с сада в течение 1 часа должен прибыть в такой приемочный пункт, где будет холодная температура, где будет сортировка, калибровка, упаковка и плюс после, значит, 8 плюс до 8 градусов они спускают температуру, потом после сортировки и калибровки должна храниться до отгрузки в температуре плюс 1. Вот это мы им предлагаем. Yana bitta masala. Еще один вопрос. Yana bitta masalani aytib qo'yib. Prezidentimizni shu 136 sonli qarorlarida demak, shunaqa imkoniyat yaratib berildi. 5 gektardan oshiq bog' yoki dala maydoniga 1% miqdor yerida yoki 20 sotixdan oshmagan yerga demak mahsulotlarni qabul qiladigan xolodilnik, qayta ishlash, qadoqlash, saralash liniyalariga ruxsat berildi. Mana shu buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun o'sha yerni egasi, 5 gektardan oshiq bo'lgan bog'i, dalani egasi murojaat qiladi DAV yer loyihaga. O'zbekiston kadastrga o'xshagan DAV yer loyiha bor. Shunga murojaat qilasizlar va demak shu bilan birga murojaat qilasizlar bog'dorchilik agentligiga. Hozir endi agrosanoatni ko'mak ko'rsatish agentligi ularga murojaat qilasizlar, ular sizlarga xulosa qilib beradi. Dalingizni dedi, mana bu chetiga qiling dedi. Elektr energiyaga yaqin, suvga yaqin, unga yaqin, yo'lga yaqin, fura kirib chiqishi hisobga olinadi. Mutaxassis sifatida yondash beradi. O'sha xulosani ham olib davr loyihaga olib borasizlar, davr loyiha sizga ruxsatini qilib beradi. Hammasi kerak bo'lsa Agora darcha orqali qilsanglar ham bo'ladi. Mana shuga ruxsat berildi. Nima uchun? Boyaga aytganimdek, sovuq zanjir ushlash uchun. Dalada bizni eng katta xatoyimiz nima? Mahsulot pishdi, hammamiz shoshqaloq bo'lib qolamizda. Voy, davay, yashini olib kel, sol, o'qla uni. Musor chiqmasin, hammasini sol, hammasini sotib, bir kunla yashaymiz. Bu bozorni bilmaysizlar. Biz endi qaranglar, boyaga ikkita bozor ochganimizni yana bitta tarafi bor. Mana Abdumalik aytsinlar, men juda ham qattiq ulardan iltimos qilib so'rayapman, talab qilyapman, yo'qdigilardan. Qaysi mahsulot o'qlangan bo'lsa do'ma, menga do'ma o'shani fitosanitar sertifikatini berasan do'ma. O'sha orqali men bilaman, qaysi bog'dan chiqdi, qaysi daladan chiqdi, qaysi kim o'qladi buni va qaysi karantin inspektori loqatsizlik qildi, qaysi karantin inspektori buni sifat darajasiga qaramadi deb o'sha karantin inspektoridan tortib o'sha bog' egasini ham, dalani egasini ham, o'qlamachini ham hammasini prokuraturada shug'ullangan qilamiz. Bilib qo'yinglar, mahsulot yo'qdan 100% qaytadi. Men qattiq turaman, men o'zlariga ham aytdim.
yo'q deb bozorlagan. Juda qattiq turasizlar. 1000 ta fura bo'lsa 1000 ta qaytarasiz. Agar sifatsiz yuklasa, agar o'ylaganingizcha qaytarasiz, ham berishmoq. To'g'ri. Berishga shuning uchun o'qiladigan narsani aniq bilasan, qattiq iflab ishadi. Mana shu darajaga oladi. O'zbekistonimizda meva sabzavot sifati jozibadorligi. Hech kimning haqqi yo'q tutib yetishishni. Avvalambor o'zimizni orimiz. Shuning uchun kim o'qilsa bizga bozorimiz maydonida ishonch kerak. Nima uchun Xitoy mahsulotlariga, Eron, Koreya, Turkiya, Ozarbayjon mahsulotlariga ishonch katta-yu, bizga ishonch yo'q. Oxirgi 6-7 yillarda umuman ishonchdan chiqib ketdi O'zbekiston mahsulotini. Mana qancha gap bor. Shuning uchun bu narsani xafa bo'lmas. Ertaga bugun hali kechpayt kelishib olamiz. Biror penalini o'tkazmaymiz. Agar qaysi karantin inspektori mana shunaqa xiyonati yo'q bo'lsa, karantin inspektori 100 tasi ishdan bo'shash kerak bo'lsa, kuniga 10 ta 100 ta bo'shatamiz. Yengingizga olamiz. O'zida ketmaydi. Javobgar qilib bo'shatamiz. Shuning uchun shu narsani masalaga mana mas'ul sifatida sizlarga shu narsani murojaat bilan chiqolman, sizlarga iltimos bilan chiqolman, baraka toping. Shuning uchun o'zi mahsulotimiz ko'p emas. Shuni zo'r qilib chiqaring. Eng qimmat, eng oldi bozori bo'lsin. Upakovkasi ham, boshqasi ham mahsulot sifati, saralangani ham, kalibrlangani ham bo'lsin sizlar. Yangicha yondosh o'qilaylik, uyg'onaylik, baraka toping. Uyg'onaylik. Bilim kerakmi? Mana o'qish qildik. O'qinglar. Savol javob kerakmi? Masalan, biz sizga 24 soat ochibmiz. Nima yordam kerak tayyor. Lekin eskicha yondoshni yurishtiringlar. Bugundan boshlab birorta odam kechirmaymiz. O'qlashga hech kimga haqqi yo'q. Korobkaning ichida o'qlashga ham, demak, furaning ichida o'qlashga hech kimga haqqi yo'q. Kecha men ko'rdim bitta universitet. Kecha bitta universitet ko'rdim. Yozibdi. Gilos nechta tonna? 10 tonna, 3 tonna piyoz, zelin, karam, limon va hokazo. Men aytdim, bu inspektor dedi. Men u paytda birinchi ko'zim inspektor keladi. Bu karantin inspektori xiyonatchi. Kechaning o'zida kelib sotib kelib qilmadingizmi? Kechqurun 2 ga telefon qildim, boshlig'iga Toshkentda topasan dedi. Menga oxirgi yerdasan, hujjat taqdisan dedim. Birinchi qadam bosh prokuraturaga ma'ruza qo'l qo'yib yozaman, nazoratga qo'yamiz dedi. Birinchi uni javobgar qilamiz. Butun xalqimiz oldida javobgar qilamiz. Ikkinchi dedi, o'sha kim shu eksport qilgan bo'lsa, shunaqa o'qlanadi. Yolg'onda bu hammasi. Bu hammasi, narxini, gilos narxini 68 sent tutdi. Gilos narxi 68 sent. Shuning uchun bularni jazolaymiz. Shuning uchun biz sizlar bilan birlashamiz. Birgalikda O'zbekistonimizning meva sabzavotini eng yuqori cho'qqiga olib chiqamiz. Kelishdikmi? Bu yil revolyutsiya qilamiz. Bu yil sizlar bilan birga meva sabzavotni eksportida sizlar bilan birga halolida ham sifatida ham revolyutsiya qilamiz. Kelishdikmi? Davay, marhamat, kimda ham savol? Assalomu alaykum. Men eksportyorlar nomlagan qo'rqman. Mana siz O'zbekistonda eksportyorlarga tayyorlab jo'natish uchun mana shunday o'xshagan to'chkalardan yuk olamiz. Bularni litsenziyalashtirish taklif qilmoqchi. Tayyorimiz 10 ga aylanib ketyapti. Yana 30 mingdan yordamga o'tsak, kilo qo'yganimizdan keyin отчет 40 mingdan yozdi. Ularga nima bunaqa bo'ldi desak, o'rtacha olib beradigan brokerlar 30 mingdan ertalab gilosga yashil ochib ketib, bordan yuklab kelguncha Akmal akaga telefon qiladi, Salim akaga telefon qiladi, siz nechta olasiz, nechta olasiz deb. Oxirgi bu olib ketgan joyga telefon qilib, Abdumalik, men ular 36 ming olaman deyapti, men ular 38 ming olaman deyapti. 40 ming olaman sizga olaman. Ashlar o'tib, mana o'yin ko'payib ketyapti. Biz buni bu joy bilan shartnomani qilib olsak, 40 mingdan bizga yordam beraman deb, mashinaga yuklab beraman deb qo'l qo'yib olsak, biz o'sha pulni olib kelib topshiramiz kassasiga, o'shanda olib chiqib ketishimiz kerak. Biz magazinda zaявкani olganimizdan keyin 30 mingdan bitta hisob topib, ustiga foydamizni qo'yib, zaявкani olamiz. Bitta yuk
mumkin ustiga minib qolsa biz qo'ylarimiz o'rtada yo'qol magazin zalimasini biz majbur bo'lamiz to'lash. Rahmat savolimizga. Mana shuning uchun hozirgi yangi tizimimiz aynan sizni aytgan masalani yechimi. Nima uchun? Birinchidan, kooperativ qishloq xo'jalik kooperativ qilganimiz maqsadi shartnomaviy munosabat. Qishloq xo'jaligi kooperativi deganda Abdumalla ekan mana shu joyi ham kooperativ bo'lib hisoblanadi. Mana da ber. Mana shuga Abdumalla ekan va ularning komandasi qishloq xo'jalik kooperativ bo'ladi. Yana boshqa joyda ikkinchi kooperativ. Kooperativga ko'p bo'ladi. Siz ularning hammasini xodimlarini o'qitadi. Sertifikat bo'lishi kerak. Mana 3 ming so'mdan olish uchun kooperativga har bir a'zosi sertifikat bo'lishi kerak. Unda bilimsiz odam bo'lishi kerak emas. Unda bog'i tushunadigan, mahsulotni yechish tushunadigan, uni demak kalibrovka, sortirovka qilish nima uchun kerakligini biladigan, eksport bozorini tushunadigan, eksport bo'yicha ancha masalalar. Kerak bo'lsa kooperativlarimiz o'qib o'rganganligi shu darajada aqlli bo'ladiki, men sizga aytib qo'yib, 70% eksportyorni pastga qoldirib ketadi. Unga aytadi, "Sen og'ani dedi, mana bu davlatga borasan, mana bunaqa ro'yxatni o'tkazasan, mana bunaqa demak, ularsan, mana shartnoma qilasan, mana bu joydan foydalanasan, eksport qilasan" degan narsani kooperativ aytadi deb qo'ygan. Bizning maqsadimiz shu, butun kuchni kooperativga berganmiz. Kooperativ birinchidan bog'ga tiktavas qiladi. Sen mana bu ishlarni qilasan. Ikkinchidan eksportyorga tiktavas qiladi, mana bunaqa qilasan. Eng ключевой pozitsiya kooperativda bo'ladi, qishloq xo'jalik kooperativi. Ikkinchidan kooperativ boyagi aytganimizdek shartnomaviy munosabat tuzildi sizdan eksportyor bilan. Shartnomaviy munosabat ishlagandan keyin siz oldinda shartnoma qilasiz. Endi kooperativ bo'lgandan keyin sizdan misol uchun 30 ming so'mdan qo'l qo'ydimi? 30 ming so'mdan siz baka shartnomaga qo'shimcha qilib, "Mana 35 ming so'mga roziman" deganingizcha qo'l qo'ymadingiz. 30 ming so'mdan siz yetkazishga majbur. Agar sizga 30 ming so'mdan yetkazib bermasa, shartnomangizda ko'rsatilgan muddatlarni buzsa bular, siz qo'l qo'ygan shartnomangizning muddatlari va hajmlarini, grafikini buzadigan bo'lsa, siz bizani karantin agentligiga bitta xat chiqarasiz, "Mana shu kooperativ mana shartnomam bor, mana grafiki bor, pulni oldin yozib qo'yganman, lekin menga mahsulot to'g'ri yetkazib bermadi, yoki vaqtida yetkazib bermadi, yoki kech yetkazdi" desangiz, biz bu kooperativni sразу qizilga tushirib qo'yamiz. Qizilga tushirgani boyiga kelajagi sekin-sekin botil ekan. Ishonchga kirish uchun men yana qo'ygan, ya'ni tushunish xatlarini yozadi, butun a'zosi o'zi yana boshqa til o'qiydi. Xulosa qildim, bo'ldi, men tavba qildim, endi aldamayman. O'zi kooperativlar qatl ular ichadi, qatl. Men dedi eksportyorga oldi shartnoma qilganingizdan keyin mana bog'larni zirilladi. Teruvchilar ham o'ziniki bo'ladi. Bog'larni zirilladi. Bog'larni deydi, men bu sog'atni deydi, men mana shuncha pulni mahsulotni deydi. Mana bazarga ketish kerak. Xalatinga ketish kerak. Mana bu kuni mana bu pulni mana bu kirish kerak. Sen dedi yetkazib bermasang dedi, keyin bog'ga shartnomaviy munosabat ko'radi. Qo'l qo'ysangiz, agar hamma birlashsa, bog'lar majbur bo'ladi shartnomaviy munosabatga o'tishga. Majbur bo'ladi. Biz sekin-sekin o'sha bog'larimiz shartnoma munosabatga o'tishni boshlasa, kim o'tmasa o'sha bog'larni sekin-sekin biz o'rganishlar qilishni boshlaymiz xodimlarga. O'rganishlar qilamiz, bu qanaqa o'zi bu bog'imiz. Mana hamma sekin-sekin o'tyapti. Hamma aylanma mablag'ni aylantiryapti. Aslida bog'ingiz bog'ini kechirib qo'yibsiz-ku, undan vaqtida boshqa agroko'makchida mobil ilovasi bor, men agroko'makchi mobil ilovasi. Mana shu mana mana shu ko'rsatuvda pastida, eng pastida shaxsiy kabinet degan joy bor. Agroko'makchi. Mana bu agroko'makchi, mana shu shaxsiy kabinet bor. Kabinet degan pastida, ikkinchisi. Kabinetni borsangiz, mana pastida dala daftari bor. Bu bog'lar uchun. Tepadagi shaxsiy kabinet bu eksportyorlar uchun, kooperativlar uchun. Qachon qancha mahsulot kimdan oldik? Ma'lumotingiz ko'p borasiz onlayn. Onlayn. One ID bor hammada. Pasport olganda One ID bo'ladi hamma. Bo'lmasa soliqda Yuzin akmoga borasiz, sizga 5 minutda One ID ochiladi. One ID parolingiz bilan kirasiz, ma'lumotlaringizni kiritib borasiz. Bu o'zingizga ertaga
daftarga yozib yuribmiz, mana shu bo'ladi hamma narsa. Любой ochiq qoladi, o'nglar. Ma'murjonda demak, dala daftarini bossangiz, dala daftarida bog'larimiz yerida dala, bog'lar hammasi hamma dalada bo'layotgan jarayonlarni kiritib olishdi. Hamma jarayonni kiritib oladi. Sekin-sekin bularga yetib boramiz. Bog'larga yetib boramiz. Ostidan boshlaymiz. Sizlarni sekin tizimga qo'yib olamiz. Sizlar orqali bog'larni eksportyorlarimizni tartibga solamiz. Bo'ladimi? Assalomu alaykum, hurmatli boshliq. Biz magazindan ishlaylik, Moskvada. Ya'ni Ozarbayjondan, Irondan, bir de O'zbekistondan hamisha yük gönderdik. O'zbekistondan aldığımız yüklərdə həmişə ziyan edirik. Səbəb yükün altı yaxşı olmur. O səbəbi də ona görə özüm gəlirəm və nəzarət edirəm. Görürəm ki, nəzarəti yerindən eləmək lazım. Bağın içində yükü orada 30 dərəcə istidə, 40 dərəcə istidə 1 saat, 5 saat saxlayıb elə yığırlar. O yükün həmi kulatka eləmirlər, həmi onun altında moşağını salırlar, gətirirlər bura. Biz o yükün altını görənimiz yox. Ona görə də yükü brokerlər orada qavlaşdırmalı deyil. Gəlib burada xaladelnikdə qavlaşdırmalıdır. Həm biz yükü görək, həm də qiymati qaldırmasınlar. Qiymati deyirlər 30 minə, biz Dağovur bağlı Moskvadan sana 40 fura yük göndərəcək 30 mindən. 30 mindən Abdülmalikdən qəbləşirik, məsəl üçün. Yük axşam gələndə başqası zəng eləyədi, Musamov, Bursimi, telefon qıladı, broker, onlara ki 32 mindən Abdülmalik istəyədi, 34 mindən qoşub verəsən mi sana gətirəməm? Yalan qəpirədi. Yalandan sonra Abdülmalikə telefon qıladı. 38 mindən Musa istəyərdi. İstəyəsən mi? Məsəl çəkirəm Musa'nı, Abdülmaliki. Bunlar qiymət kimdə, kim zarar eləyədi? Biz. 40 minə, maşınımız gəlib yapılanda 40 minə çıxadı. Biz burada namest yerində 20 min dollar zərər qırarıq. Amma o 2 min dollar fayda tapamız desək, işə girsək, pul yatsızdırsaq, axırda zərərdən çıxarıq. Bu işə katta nəzarət lazım. Assalomu alaykum. Bizda ish tizimi yo'qligi ilohiy. Mana kecha xaridorlarga bir haftadan beri aylanibmiz. Ertalab savdogar keladi, birinchi o'rinda narx aytish yo'q, qabulxonada. Birinchi o'rinda el qotoladigan narsa bor. Ertalab narx aytilmaydi. Masalan, gilos narxi 40 ming so'm bo'lsa, atrofni ishtirib o'shadi. Keyin bittasi sportni sifatliroq qilib 45 ming olsa, bu sifat pastroq qilib yuborganlar broker aytadiki, to'g'risi. Ular joyda 45 ming aytadi. Keyin hamma joyda 45 ming. Hangisiga tayyor bo'ladi? Men masalan haftalik tayyor qilaman. To'g'ri. Bitta mashinaga savdoga 700 million pul keladi. O'zi bo'lishi kerak 700 million. 780 million, 820 million. Bu yer 10 ming dollar, 20 million farq qiladi. Keyin savdogar nima qiladi? Chetdan keladigan eksportni O'zbekistonga eksportlaydi. Yillikki Ozarbayjon yoki Qirg'izistondan 50% ham yo'q. Nimaga? Birinchi o'rinda yukimiz sifati yo'q. Mana shu qabulxonachilar zakat o'qishlar, boshqalardan rahbarlardan zakat o'qishlar birinchi o'rinda qabulxona egalari hammasi. Bugungi o'zini ro'yxat qilish kerak. Hammasi qo'l qo'yilishi kerak. Sifatli mahsulot qilsa, savdogardan kelgan eksportlardan dogovorga yuk beradi. Hamma qabulxona shu dogovor bo'yicha yuk berish kerak. Mana hozir sekin oldinga xaridorlar yo'q. Mana shu yerda tan olib aytsa, bizda mana shu yerda 20 ta klient Ozarbayjon yoki boshqa millat turardi. Hamma qabulxonada eng ko'p bilan ikkita qabulxonada odam bor bo'lsa, bo'lmasa 50% qabulxona yopiq. Olmayapti, o'qiladigan mahsulot, alnov, tayinli solyapti, odamlar yashaydi, tayinlisinyapti, shunaqa muammolar juda ko'pligida savdogarlar ishimiz kelib qolib, o'zbekistonlik savdogarlar Xitoydan borib yuryapti, Erondan borib yuryapti, boshqa davlatdan boryapti, O'zbekistonga keladigan valyutani ular ziyon ko'pda savdoga, ko'p uyni sotdi, ko'p holatlar bo'lyapti. Har holda gapirish kerak bu narsa. Mening o'rtada tushunmovchilik bo'lib, bundan ko'ra o'zbek tovarni bilmaylar deyapti. Tinchgina bor Xitoydan yoki Erondan boshqa davlatdan yuklaydi. Mana qochaka masjid savdogarlar agar noto'g'ri bo'lsa, Namangandan kelishi ham keladi. Shu bir stabilniy bo'lishi kerak. Necha pul bo'lsa ham ertalab narx aytib kerak qabulxonada. Kalibrda mana kalibrda mana narxga olaman, mana kalibrda mana narxga olaman. Talab bo'lsa, endi savdogar albatta o'zimiz O'zbekistonga keladigan valyuta oqimi bo'ladi. Savdogarlar faqat ishonch qilib qo'yadi. Hozir sifatni zo'r qilamiz, deb bir yashab boryapti. Rossiya davlati hozirgina gilos sotilmayapti. Nimaga? Bizni aldovdan, o'g'irlanishdan, sifatsiz mahsulotdan ishonch yo'qolgan. Buni qabulxonalarga olyapmiz. Qochib ketyapti. Mana shu yerda
qabul qilib bemalol ko'rib ol deyaptilar. Mana Abdaz akamiz bor. Eng aytgan bir Alloh rozi bo'lsin. Bir oz gapimizga bemalol tekshirib oling deyapti. Birorta qarshilik qilgani. Bir-biriga qabulxonaga kirsa, endi noto'g'ri holatlar ham bo'lyapti. Biz ko'raylik O'zbekistonning imijisi deyapti. Keyin birinchi eng katta O'zbekistonda, butun O'zbekiston savdogarlari talabi sikl qo'yish kerak. Sikl qo'ymasa, men 300 ta pomidorchiga qo'shib yuboraman deb xomiz yuboradi. Mana hozir endi borgan giloslarni yeydi, pishgan narsa. Deb yuboryapti. Masalan, qaysidir qiz o'rada ertalab pishib qoladi. U chiqsa 2 kilo chiqadi. O'shanda mana 1000 killoni to'sirib bo'lib qoladi. Narx pulni oshadi, shu pulni tushadi. Hozir mana bahor gilos 20 ming qabulda. Gilos endi pishib jo'rdi. Endi u xalq norozi bo'lyapti. Nimaga narx tushib ketdi? Nimaga savdogar? Aslida u birinchi pishgan joydagi xom bo'lgan mahsulotni evaziga bozorga sotilmagan uchun savdogarlar bitta narx tushirgan. Shuni sikir qo'ysa, masalan, hozir valaviy gilos pishadi. 20-chiga ham qo'ylab ko'rish kerak. Men taklifim, yana bilmadim. Mana hozir men gapiraman deganman, hozir Qirg'izistonda. Assalomu alaykum. Biz Qirg'izistondamiz. O'sha Abdumalik bilan shu bir 20-30 yildan beri ishlaymiz. Endi biz Noqatdan ham bir misol uchun bir 50 ta savdogar bo'lsa, yilda kirsa 4 ta savdogar kirdi. O'sha 50 ta savdogar har yili olib kirmaganda 1 million dollardan valyuta olib kiradi. Hozir shulardan ziyon qilib yilgi mana shu sezonda bir kirsa 4 ta bola kirib gilos olyapti. Endi hozir siz aytgan haligi yukni u yoqdan qaytaramiz degan gapimiz, u biz bu yerda naqd pulga olsak, masalan, Abdumalikga hozir bu yerda bir kami 150 ta bola gilos olib keladi bir surat. Bu qaysi birini topamiz? Biz naqd pulga olsak, siz u yoqdan qaytaramiz deyapsiz. U pulni biz bu yerda naqd pul berib qo'yganmiz, pulni tarqatib olgan bo'lsa, u qayerdan topadi? Bu masalani bu yerda yechish kerak-da. Shu o'qilayotganini shu yerda bog'da ushlab turib, o'shunga davlat tomonidan jarima qilish kerak. Bo'lmasa yechilmaydi. U yoqda qaytaraman degan narsa meni fikrim bu noto'g'ri. Nimagaki biz pulni bu yerda tarqatib tutamiz-da. Shunga siz agar shartnoma munosabat qiladigan bo'lsangiz, menga javob beradi. O'sha kimdan olamiz? O'shani javobgar qilishingiz kerak. O'zi o'qlash kimdan boshlanadi? O'sha dalada yig'uvchi o'sha jismoniy shaxslarimiz boshlanib kooperativga qo'shishingiz kerak o'zi kooperativ. Siz emas, mana Abdumalikmi? Abdumalikning boshchiligida kooperativ o'sha. Abdumalikni kimlar bilan ishlaydi? Yig'uvchilar bor. O'shalarni o'zlariga kooperativ qilib, bugunning o'zida ro'yxatdan o'tirish kerak. Siz borishingiz kerak. Onda benim Abdumalik'in altına var mı? Eksportörlarimiz hammasiga Ona bo'ladi. O da olmaz. Hamma eksportörlar mahsulot oluvchilar sizga ichiriga kerak. Olmaydi. Kooperativ bo'lgan, men sendan mahsulot olaman. Mana sen kooperativ bo'lasan, men sendan keyin mahsulot olaman. Kooperativ bo'lsa-da, bir olam shartnoma yoziladi. Mana pulni naqd bersangiz ham lekin pensiyaga ishlasa, Mendes bilan sotib olasiz, yoki eksportga chiqarasiz Mendes. Bunga qaytib olasiz. Mana shu ish qilish kerak. Sizlar o'zingizda borish, qarang. Sizlar agar shuni jilovlasanglar, ertaga o'qlanishni oldin birgalikda olamiz. Agar bir yilda naqd olib ketaversanglar, qolgan yarim yilda haligi kooperativ qilasan, kooperativ bo'lsa, masalan, olaman shartnoma qilib bergan bo'lsanglar, ana oldingi eski xomon eski ishlab yurganlarga hechqisi o'zgarish kerak emas bo'lganligi o'qlab yuraveradi. Bularga shu kerak. Bir so'mlik narsani misol uchun 2 so'mlik sotishligi kerak. Buni olib qaragan. Sizlar o'zingizlar ham, sizlar ham birlashinglar eksportyorlar. Sizlar ham masala qo'yinglar mahsulot oluvchilar. Og'ani bizlarda birlashma yo'q. Qishloq xo'jalik kooperativ. Mana shartnoma. Qo'l qo'yasan, mahsulot sifatiga javob berasan. Sanda 100 talar, 200 talar xodimlaring bor kooperativda. Mana o'qsan. Nazorat tizimi qiladi. Dalaga borib odamlarni qo'yasan, qabul qilish odam qo'yasan, bu sani ish. Lekin mahsulot 3 ta kategoriyaga bo'lishi, har qanday daladan chiqayotgan mahsulot kamida 2 ta yoki 3 ta kategoriyaga bo'lishi. Yirik, o'rta, mayda. Yo'q, biz aytganmiz, mahsulotdan maydasini, o'rtasini yuklamaydi. Mog'ani to'g'ri. Buni ham yuklash kerak. Faqat bitta narsa. Uni
tagiga chiqib o'qlab emas. Alohida misol uchun bir furaga nechta 4 mingta korobka ketsa, 4 mingta. Shuni 3 mingtasini yirik qilib, normal qilib, universitet shunaqa deb yozinglar. Kalibr anaqada qolgan 1500 tasini o'rta kalibr, qolgan 500 tasini mayli kalibrda aldamaydi bariga topdi. Bu narsani hamma qila oladi. Bu narsani qilish juda oson. Kerak bo'lsa maslahat beraman. Mana shu dalani o'zida mahsulotni katta yashirlik, hali katta yashirlarimiz bormi? Dala yashir. Bormi? Bitta optik yashirdan har qanday mahsulot mana butun dunyoni ko'ringlar, internetga kiringlar, Chili deydilar, Italiya deydilar, Amerika deydilar, Xitoy, Avstraliya deydilar yozinglar. Bu odam mahsulot terish holati deb yozinglar. Mahsulotni yashirga olib keladi bor. Nima uchun? Katta yashirga solganda u yezilib qolmaydi, u kamroq xarajat sizga bo'ladi. Buni terib olib keladi, mana bu joylarga stol qo'yadi, oddiy stol. O'sha yerga stol qo'yish kerak. Lekin qancha oddiy stol qo'yib ustiga oq bandlar qiladi. Ayollarning sochini bunday bakteriya qilib soch tushmaydigan qilish kerak. Qo'liga perchatka kirish kerak. Har qanday qo'lda yog'i bor. Buni o'shaganda o'sha bakteriya bor qo'limizda bilib qo'ying. Bakteriya, zamburug'lar bor qo'limizda. Shunda o'shaganda nima bor? Qo'limiz o'shani zamburug'i paydo beradi. Masalan, mikroskopda ko'rib beraman kimga huzur bo'lsa. U sekin mahsulotni ayni tish boshida, buradagi bosh. Perchatka bo'lishi kerak. Perchatka bekorga yetilmaydi. Tushundirasanmi? Perchatkani qo'yasizlar. Ozod bo'ladi. Uchta kategoriya olgansiz. Sekkanlar oladi buraga. Yirigini mamutga, o'rtachasi bu yoqqa, maydasi bu yoqqa. Korobka uchta turadi. 1, 2, 3 ta. Yirigini bu yoqqa bergan, aniq korobka so'radi yirigi. O'rtachasini bu yoqqa so'radi, maydasini bu yoqqa so'radi. Bo'ldi, masala yo'q. Fleykali kattaroq mahsulotlar bo'lsa, fleykiga qarab, kalibrni qo'yasizlar, shunga qarab qilasizlar. Standart agentligimiz hammasi bor. Savollar bo'lsa, mana viloyat rahbari ham yozibdi, to'g'rimi? Standart agentligimiz viloyat rahbari bormi? Mana viloyat rahbarlari ham bor. Kimda savol bo'lsa, yordam kerak bo'lsa, upakovka bo'yicha, fleyka bo'yicha mana marhamat yordam beramiz. Rahmat, o'tiring. Shuning uchun maslahat etmoqchi bo'lganim, mana shunaqa joyda uni sartor kalibrovka qilib, chiroyli paletlarga qo'yib, mana paletlarga xalajinlikka tiqib qo'yish kerak mahsulot. Biz nima uchun sezonda 10 so'mlik narsani biz 8 so'mga, 6 so'mga qilib olib sotishimiz kerak. Baraka topdilar va zamon keldi. Xalajinlikga hamma sharoit bor. Mana hozir bir-biridan kelgan qizlar. Eldor aka. Eldor. Men tushunmayman. Sen baqasan deb baraka topib, men yana ko'zimni oldiga kelib qoldim. Bugun o'zida javob beramiz. Asosiy masalani qilgan bu yerda davom ettirishadi. Hammasini oldilar. Ichki tashkilotlar ham. Hamma ichki tashkilot. Tashkil ichki. Tanlangan javob berasan kerak mana shu. Ana ikkita bo'ladi. Ana ikkita bo'ladi. Namangandan. Andijon shu yerda. Ana viloyat rahbarlari, o'rinbosarlar. Ana o'rinbosar, skanasiz. Men tushunmadim. Nima dedi? O'zgartirishman nima? Bundan so'ng o'tgan ekan. Yo'q, kalla. Javob berasan aytdingmi? Ana Andijon. Shu yerdan yurgan keldi. Ana karantin bo'yicha. Viloyat hokimi tadbirkorlar bilan uchrashadi, ekspert bo'ladi. Chaqir tezlik. Nima sen qizlamasan? Nima o'rnatgan ekansan sen? Ha? Yana bir marta mana shu ishni ko'rmaysan. O'zing oyog'ingga osmonga tashlayapti. Yo'qsan. O'tir. O'tirlar. Kundan yashab yoz. Ertaga majlisni joyida sanani o'tin bo'ladi. Tumanga bir kun ham ishlatmaysan. Shuning uchun yetmoqchi bo'lgan. O'sha kalibrni alohida qilish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan. Mana bizlar eng katta xatoni yana tavsiya beraymi, yashirma uchun bizga zarar yetkazayotganini? Ha? Birinchidan yashirma olyapti-da, mana tarafini qoqmaganini olyapti, bozorga zakaz beryapti, to'g'rimi?
mana tarafiga kartonni tiqib oldi, uni aylantirib o'qlab aqlab ichiga. Chiroylisini boshiga ikki qator qiladi, ikki qator boshiga. To'g'ri. Mana. Mana anaqa eng katta xatoyimiz yashil ishlab chiqaruvchiga borganimda o'tgan edi. O'qchi mahalla ekan, qani nomi ham. O'shadan chiqqani deymanda bu o'qiladigan. Mana qarang, aqali. Mana shu bir juda yaxshi qanaqasi mana Dasechkasi. ikkitasi yo'q. Aqlga. Qiziq yana buni bunaqa qilarkan. Karobka bormi? Bo'ladi. Karobkani olarkan. Boshliq bular hamsi onu bilirler. Hamsi bilirler, başlık hamsi bilirler. Bular hamsi onları yapırlar. Bunların işi, bular profesyonel onlar. Ustalar ham. Ustalar. O'zi ishni boshlagan o'zi mos bo'ladi deb chiqardi. Qarang, mana bitta dasechka yo'q. Buni ichiga gilosi chiroyli qilib, boshiga chiroyli qottalarida Bir qotta. qottasidan bir xil qilib, akbar bular yerga taqlab chiqaramiz. Ha. Buni taqlid ikki xato qilib, buni taqlagandan keyin ikki xato taqlandimi, ana musullarni bo'ladi, hammasini ichiga tashlaydi. Başlıydı, doğru. Keyin buni işte dasechka turibdi-yu. Mana gazetasini qo'yadi-da, ozgina chiqib turadi. Mamlasa ham bo'lmaydi. Birorta dasechka yo'q qo'ttasi. Ozgina chiqib turadi buncha. Bu ozgina chiqib turgandan keyin ana gazetasini qo'yadi-da, ustidan mana bu dasechkani shuni qo'yib qoqib chiqadi. Buni bosirgandan keyin mana kimni ag'daradi ham joyi. Ag'daradi-da, mana kartonni shuni olgandan keyin bitta fokus bo'ladi. Mana xolos. Doğru. Dokpa doğru. Mana holat chiqadi. Mana fokus bo'ladi. Buni keyin buni ochasizda, buni chiqaradigan qarang. Buni yegiz keladi naqarasiz. Buni yegiz keladi. Shundan hech chiroyli bo'ladi. Mamlasa ham bo'lmaydi bo'ladi. Shuna qilib so'qladiki, mana shu ostida. Busiz shunaqa qo'yib Xitoyda ham yo'qda. Haqiqatan unaqa Xitoyda yo'q. Buni keyin ochib qaraganingizdan keyin ikkita xatoni olasiz, ichi to'liq o'qladi. Telefonni boshqa solgan. Dokpa doğru. Mana shunaqa o'qlama bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan. Bu yashilganda otish qo'ying. Buni xarid qilmaydi. Bo'ladi. Doğru, doğru olmuyordu. Xarid qilmaydi. Buning uchun kamida 8 ta odam buni sufuriga olishga kerak. Buni shuning uchun qado joyga olib kelmadida. Shuning uchun yashilga ketishimiz kerak nima uchun? Özür, başlık. Buni qado joyiga olib kelmasligiga bunaqa olib keldim. Olib kelmasligining sababi buni har bittasini aytmaydi. Olib qo'lda tashlaydi buni. Qo'lda tashib bitta furaga ortish uchun kamida 40 minut vaqt kerak. To'g'rimi? Kamida 40 minut. 8 ta odam bo'lsa. O'tiringlar. 40 ta odam, 8 ta odam kamida 40 minut tashlaydi furaga. Endi qarang. Buni shunaqangi ortishadiki, orasiga ana kuchi ham kirolmaydi, tamojna ham kirolmaydi, ishi kirolmaydi. Keyin boshlanadi deb qo'ydim. Dedi, "Men orasini ochishim kerak edi" dedi. Bechora eksportyor buni to'liq qilib qo'yibdi, javob olmadi, kirishga javob oldirmadi degandan keyin eksportyorga yana 1 so'm berishgan o'sha. Doğru. O'sha joyda, yuklagan davlatda. Ko'z yumish uchun. Keyin oladida bozorga oladi, hamma to'liq qildi, bozorga oladi. Bozorga olgandan keyin Hatki dedi, O'zbekiston nimada yashaydi? Mana Nissandan yashaydi dedi. Buni dedi, chetga sutdi, to'xtab tur dedi. Men dedi, "Massa keldi, bozorimga tekshirib chiqib olishim kerak. Shuncha xaridorlarni o'lchab turibdi" dedi. "Davay" dedi, "Xitoy" dedi. "Bu ana paletni kim olib kelgan?" dedi. "Hammasi paletda. Xitoyga tushadi, Eronga tushadi, Turkiyaga tushadi, Ozarbayjonga tushadi, hamma tushib olgandan keyin oxirida vaqt qolsa, ana bolalar ketadi. Davay dedi, endi O'zbekistonga tushirgan dedi. Buni tushirishga yo'ldagi tashuvchilar ham shu darajada haligi dangasa bo'lib qo'yganki, buni ushlashga qoladi. Qo'liga ziratcha kirib, qo'lini qiyiqim qilib, qo'lini qonatib tashlaydi bechoralar. Doğru. U perchatka ham xarajat bo'ladi. Perchatka ham xarajat. Menga dedi, 10 ta perchatka olib kelasan dedi har birimizga. Keyin yashil tashlaymiz. U borgan 10 ta perchatkani Rossiyada sotib oladi. Bu perchatka ham o'zimizda chiqqan mayli. Uni olib keladi. Yashilga kelgan yana yerda yana 40 minut tushirishni oladi.
40 minut tushgandan keyin uni xolodilnikka olib kirgandan keyin aravachiga ham pul beradi. Unda bitta paletda shunga kiradi, palet tegiladi, 10 minutda uzoqdan 5 minut cho'ktashsa bo'ladi. 10 minutda palet shunga qarab, shunga cho'ktashdi, 5 minut 10 minut. Mana bu ham xarajatmi? Bu mahsulot xarajati yashitsaga naqadar qimmatga aylanayotgan shu hisob topayotgani yo'q. Lekin oxirgi komissiyani hisoblasangiz, eng qimmat narsa bizga yashit. Mana shu standart yashit. Eng yomon Yevropa kelyapti. Yevropa keladida bizga keldi eng katta sotib oluvchilar, mana ularni jo'natdi. Mana shu butun aylanib chiqib vodiyda oxiri kelib, dedi, mahsulot zo'r ekan. Biz yedirdik, zo'r. Qayerda bunaqa mahsulot mevalar bor? Mana vodiy. Keldi, ko'rdi, 3 kun yurdi, keyin kelib menga dedi, biz shartnoma qila olmas ekanmiz. Nimaga shartnoma qilamiz? Chunki dedi, bizning Yevropa talablarimiz bor dedi. Yevropa davlatlarida hamma Yevropa davlatlarining talabi zamonaviy gofra kartonda bo'lishi kerak. Buni utilizatsiyasi ekologiyaga zarar yetkazadi. To'g'ri. Bu yeritiladi. Mana bu faqat utilizatsiya yoqish yo'li bilan yo'q qilinadi. Buni utilizatsiyasi ham qimmat, ekologiyaga ta'siri ham ko'p. Yevropa yashil ekologiya degani uchun ular ma'noni umuman tushunmaydi. Shuning uchun biz Yevropada juda kam miqdorda. Yevropaga faqat ma'noni qilganlar chiqadi. Koreya Xitoy faqat shunday qilganlar chiqadi. Butun dunyo faqat Rossiya mashina ko'z yumib turadi. Mana shu mahsulot kerak deb. Endi mana shu yashi kelyapti, ko'ryapti, Yevropaniga kelib, dedi, mana unga alg'ir dedi, bu bir topchim dedi, qancha dedi bu kilo. Shu to'g'riga qo'ysa, bittasi 250 gram, bittasi 300 gram, bittasi 400 gram. Kim bu edi? Buni bir standarti bormi o'zi? Bu dedi, bittasi 250 gram, bittasi 300 gram, aqolmaydi. Buni qarayman. Bir xil yashi yo'q, umuman bir xil yashi yo'q. Hammasi o'qlama. Keyin yomoni bizlarnikida. Еще один проблема такая есть. Мы здесь товар грузим 20 тонн, а туда доходит 19 тонн. А где 1 тонн? Вода. Они тоже же процентов. Да, они дают процент. Да, они должны давать тебе не 20 тонн, а 20, допустим, 2600. Да. Какой-то 2-3% должна работать, можно сказать. Скажешь это? Скажешь? Просто сам бери. 6 kilo 8 kilo qiladi. Sani davlatingga borguncha bir 15-20 ming ketadimi? Yo'qqa borib sotishni boshlaganingda. А фура за сколько до Москвы доходит? Фура за skолько дней до Москвы доезжает? 4 deb. O'zbekistonda meva sabzavot olmoqchimisan, shunga tayyor bo'lib olgin degan narsa. Shuni aytyapmiz. Gapni aytyapman. Bitta olasan, yashi 2 kilo, aqa bo'lsang yarim kilo qoladi. Sizlarga bekorga kelganim yo'q. Tizimini qilib keldim. Orqaga yo'l yo'q. Karantin bugundan boshlanadi. Mana shu har biri fumigatsiyani o'tishdi. 100%. Tushundira oldimmi? Uni lav qilish kerak. 100% fumigatsiya o'tirib. Hammasi fumigatsiyaga o'tadi. Keyin qilasan. Shuning uchun hozirda hamma mana 6 ta korxona ekan reyestrda. 6 tadan shartnoma qilishni boshlaysiz. Masala qo'yasiz. Ko'p bo'lish kerak, barobar bo'lish kerak, mevani mahsulot rangi qo'yasiz. O'zimizni brend qo'yish. O'zinglarni brendinglarni qo'ying. Eshmat brend, Toshmat brend. O'qlamachi brend yo'q. Shunaqa znakam bo'lish kerak. Mana Yevropa davlatlarida mana oziq-ovqat, meva sabzavot uchun mana juda ko'p mana shu narsaga e'tibor beradi, to'g'ri? Kim ko'rgan mana shu? Man, biz bilamiz. Bizda Ozarbayjonda u bor. Var. Mana hozir qo'ydirish kerak emas. Ha, bizda Ozarbayjonda u bor. Plasmasaniki bor. Bir de bizde Azerbaycan'da böyle bir zakon var. O yük geldi çıktı mı onu atıfsat kılarlar. Magazine öteneten onu bağ yiyesi atıfsat kıladı. Ama burada öyle bir şey yok. Bo'ldi, mana shuning uchun hurmatli do'stlar, o'rtoqlar, hurmatli tadbirkorlar, jismoniy shaxslarimiz, ucharlar, biznesmenlar, nima deymiz, o'rta mahsulotli bo'lishlar uchun hammanglar bugundan boshlab kooperatsiya qilasizlar. Vaqt juda kam. Chunki sizlar hali kooperativ a'zolar hammasi o'qishimizni o'qitish kerak. Bu ham sabr kerak. Lekin sizlarga foydali. Bitta skachka qolsanglar, xohlagan paytlarni o'qib o'rasizlar. İmtihonni o'tib testdan olish kerak. Lekin o'qish kerak. Agar o'qib testdan o'ta olmasangiz sertifikat ololmaysiz.
sertifikat ololmadi degani mana men 3000 so'mdan ololmaysizlar. Buni ololmadi degani sizlar sariq, yashil, qizilda bo'la olmaysizlar. Qizilda bo'laverasiz, qizilga tushib bo'laramiz. Xullas, kim kooperativ bo'lmasa, mahsulot yetkazib oladigan qilib qo'yamiz. Sizlar bilan eksportyorlar ishlaydigan qilib qo'yamiz. Shuning uchun otib qamchilaysizlar, hamma hozirdan boshlab tez o'ylab, tez maslahatlashib, hamma mahsulot teruvchi, yig'uvchi o'zini terimchilar komandasi bilan birga kooperativni tashkillashtiradi va terimchilarni qanaqa terish kerak u ham o'rganadi. Tushuntira oldimmi? Mana shu tizimni qilamiz. Hamma go'pir kartonga o'tadi. Bir oy, 2 oydan keyin birortasini mana bu o'chirib o'tkazmaymiz. Mana shu hamma mana shu yashil hasharotni imi. Juda katta biz. Mana sizlarga mana shu yashildan hasharot olib beraman, ishonasizmi? Bo'ladi. Mana hamma o'tamiz. Marhamat, yana kimga savol? Marhamat. Mikrofonni Скажи. Ты сам? Потом обидится. Siginasini yetishib toshimizda. Boshda gapni nima deysiz? Damaslarimizni. Ha. Siginasini yetishib toshimizda yuklarimizni. Ashi ko'chaga chiqqanimizda menisi o'zi shunishlar yozib tashlayapti gayiga. Nimaga? Sigina o'qtashash mumkin emas ekan damas. Ashiga yordam qilsalar. Qonun chiqadi. Qonun chiqarilishi bo'yicha. Laboda tosh kerak. Damaslarimizni qo'tatuyda damaslarimizni siginasini yetishib tashlab, endi yuklaymiz. Yomg'ir yog'sa ham tushmaydi, oson keladi. Endi ashini hozir damasini yetishib tashlab, o'zimni damasimga aka o'zim xo'jayinchilik qilolmayapman. Bunday tushuntirasiz. Men sizni tushundim. Damasini siginasini qo'yib Endichi tushundim. O'rtoqlar bitta narsa. Men bir qo'yildi. Men bitta narsa aytaman. O'zbekistondagi fuqarolarimizga, haligi tadbirkorlarimizga yaratilgan sharoit birorta davlatda yo'q. Men eksportyorlarga gaplashsam aytadiki, yana nima sizga sharoit, nima muammo? Yo'qligiga bundan ortig'i bo'lmaydi deydi eksportyorlar. Prezidentimiz shunaqa sharoit yaratib berdi-da, undan boshqa davlatlarda yo'q narsa. Endi bitta narsa. Hamma narsani o'zini tartib-intizom bo'lishi kerak. Tartib-intizom bo'lgan joyda rivojlanish bo'ladi, o'sish bo'ladi, samara bo'ladi, fayz bo'ladi, baraka bo'ladi. Endi bitta narsa. U damas siz olgan damas. U fuqarolarni tashishga mo'ljallangan damas. Yuk tashishga mo'ljallangan emas. Endi men sizga aytaman. O'zi og'ir sharoitda mevani tashish uchun siz aytgan lago ham tashish kerak emas, damas ham tashish kerak emas. Uni tashish kerak yo gruzavoy damas, gruzavoy temperaturli rejimda, yo gruzavoy Isuzu o'zi eng optimal variant Isuzu bo'lish kerak. Havo haroratini ushlaydigan bo'lish kerak. Bog'dan chiqdi, havo harorati +8 gradusga kelish kerak mana shu. Eng optimal, butun dunyoga qarasangiz shu narsa. Shu narsaga o'tishimiz kerak. Sizlar endi kattaroq Isuzularga sekin mana bu segan bormi yerda? Ha? Yo'q. Farg'ona viloyatimiz Usseganga borganmizlar. Usseganga ko'rsanglar, nechta anu xolodilnik mashinasi bor? 8 ta xolodilnik mashinani bekorga qo'ygan yo'qdi bu. Shu mahsulot sifatini ko'tarish uchun oldi. Ular xo'jaliklardan yig'ishadi, kichkina joylardan. Yo'q, mayli, bitta. Men masalangizni tushundim. Biz har doim sizlarning muammoni eshitib, muhokamalar qilib, sizlarga maksimal darajada yordam beradigan tizimni qilamiz. Sizga taklif qilyapsiz, bir kunlarga faqat. Bo'lmasa, siginasini yetish mumkin. Iltimos, kooperativ a'zolariga, Qishloq xo'jalik kooperativlari. Qishloq xo'jalik kooperativi degan a'zosi Esmat Toshmat degan guvohnoma beradi sizga. O'sha demak narsani biz
kooperativdagi qishloq xo'jalik kooperativi mahsulotlarni tashish uchun GAI xodimlari ruxsat bersin degan qarashim. Men GAI bilan gaplashaman. Fishka qilib tushirib, silib qo'yamiz. Ko'rish. Sezon mavsumga keladi. Boshqa payt kelmaydi, to'g'rimi? Mavsumga qishloq xo'jaligi kooperativi degan guvohnomasi bo'lsa, a'zosi bo'lsa, unga ruxsat bo'ladi mashinalarni tashish. Bo'ladi. Bo'ladimi? Yengil mashina tashishga men uni bugun emas, bugun yoki yerda MVD bilan gaplashaman, xat chiqaraman. Kerak bo'lsa hurmatli bosh vazirimizni fishka tushirib, mashinasini ruxsatini olib, bitta hamma gaylar bilan bir kestiramiz, o'ziga qatnashasiga kerak bo'lsa, gaplashib olamiz, sizga zelenotsvet. Kimda muammo bo'ladigan bo'lsa, karantinga murojaat qilasizlar, qaysi gay shuni sizga to'sqinlik qilyapti, sizga nomerini berasizlar, nima ko'rgan. Biz ularni rahbariyati orqali tartibga solishni boshlaymiz. Bo'ladimi? Bo'lmasa kooperativ ochish kerak bugundan. Bundan o'tish kerak. Bugundan kooperativ ochib, siz ana guvohnoma bo'lish kerak sizda. Edukativ guvohnoma. Bitta qani. Mikrofonni bering, mikrofonni bering. Biz kim bilan ishlaymiz? Hozir ishlamaydi. Agar siz ochib ekspert to'g'ri qilsiz ishlar, Abdulaziz ham kelmaysiz. Nima deysiz boshqa qaytadi? Endi biz kim bilan ishlaymiz? Abdulaziz har doim nimasini o'tkazib ishini ro'yxatlarida endi biz kim bilan ishlaymiz? Mana qarang. Siz eksportyoringiz bormisizmi? Yo'q. Eksportyoringiz bo'lmasa, Abdumaliyga bilan birga kooperativ qurasiz. Abdumaliyga birlashasiz. Yoki Eshmataga bormi, Eshmataga? U eksportyor bilan ishlaydi. Eshmataga birlashasiz. Yoki Toshmataga ham topasiz. Eksportyor bilan ishlaydi. Siz eksportyor bilan ishlayotganga birlashasiz, kooperativ bilan birga qilasiz. O'zingizni komandangizga qo'shib qo'shasiz. Yo'q, endi bu yangilik. Buni o'qish davomida sizga o'rgatdilar. Men tushuntirdim. Sizga javob o'qish davomida o'rgatdilar. Aka tushunish bo'yicha aytyaptilarki, hozir mana akamiz aytyapti, men просто yuk yigaman. Menga eksportchi kelmaydi. Men через bitta odam orqali eksportchi qilaman. Misol uchun aytmayman. Erta kooperativ ochib qo'ysam o'zim bloklar 10 tasida. Yana avtomobilga kelaman deb savol berdingiz. Hozir bitta narsa siz bemalol olsangiz bo'ladi. Bu narsa qo'yib, agar ko'machilik turadi. Ertaga eksportchilar faqat kooperativ bilan ishlaydi. Asosan, chunki nimaga? Majburiyat yo'q. Faqat ulardan soliq imtiyozi bor. Shuni hisobiga. Siz ochganingizda hozir nima kelmaydi eksportchi? Chunki eksportga siz bilan muloqot qilmaysiz. Xalqning vakolatini topshirasiz. Xalqning bordan ketishga harakat qilyapti. Ertaga siz kooperativ ochganingizdan keyin bemalol hozir qanaqa narxda xalqning ijaraga olib turibsiz, to'g'rimi? Tekinga bermaysiz xalqning, to'g'ri foydalanishga. Xuddi shunday qilaverasiz. Xuddi shunday hozir ishlaganingizda faqat siz kooperativ bo'lganingizda sizni kooperativligingizni biz eksportga yetkazamiz. Mana bizda eksportchi ro'yxati bor. Lekin sizning ro'yxatingiz yo'q-da hozirgi. Sizning ro'yxatingiz bo'lsa, men aytaman, mana eksportchi sizga ertaga javobgarlik qanaqaki reyting ketadi. Mana hozir rahbarimiz aytib o'tdilarki, mahsulotni kooperativni 7 ta odam sizlar, 7 ta odam 100 million so'm tushirib berdi. Mana hamma 2 tonna olib keladi, 2 tonna olib 3 tonna olib keladi, hamma o'zinikiga javob beradi. Kooperativ xuddi shunaqa. Ertaga siz yaxshi olib keldingiz, sherigingiz bo'layotgan o'qladimi, boshqa qildimi? O'sha o'zini yukiga o'zi javob beradi. Chunki shartnoma eksportda tomon diplom oladigan asosi bo'ladi. Chunki hozir shunday chiqadi, yo'q, tender yo'q ko'tasizlar hozir. Chunki xuddi shunaqa hech narsa o'zgarmaydi. Kooperativ bu yangilik katta narsa emas. O'sha faoliyatingizni qonunlashtirib qo'yilgan. Eksportga qulay. Ha, qulay. To'g'ri. Eksportga har kim. Ber mikrofon. Yo'qlar, hammamiz gapiryapmiz shu narsani. Hamma devani o'zini mavzuga tutish kerak ekan. Mana oddiy misol, uzumni olsangiz, sentyabr oyida pishadi. Lekin banda o'sha eksportyor deyapti, bular iyul oyida uzum olishni boshlaydi. Bu birovga o'ta yaxshi biladi. Yaxshiligiga solgandan keyin aynishni boshlaydi. Lekin bu bo'laveradi. Shunday narsalarda uzumlarga paytida ertalab hisob etamiz. Vaqtida, soatida
yurishga bu narsalarga e'tibor berish kerak. O'sha sizadigan narsa ichiga o'g'iladi. Birov o'g'ilab beradi. Borda 10 tadan bitta yoki ikkitasi. Lekin 8tasi bola-chaqa boqadi. Bola-chaqa boqqaniga u misol kim aytyapti? Maydadan boshqa bo'ladi. Lekin o'sha rasitchi o'sha narsani o'zidan o'tgan uchun. Hozir bu akamiz aytyapti, kitob kelyapti. Akmaljon 38 ming, mana 35 ming, bu 30 ming degan deyapti. El qatori chiqarsin deyapti. El qatori qanday ekan? Misol o'sha sizni gilosingiz 40 minglik gilosingiz 40 mingdan olsin, 30 mingdan 30 mingga moslab olsin. Hozir barcha narxni o'ylab turib, eng oxirgi kelganini qiladi. Lekin hamma misol mani gilosim 40 mingdan olib 50 mingga topshiradi. Bu bola 30 mingdan 35 mingga topshiradi. Shunaqaki narxni kelishtirish kerak. Usullarga paytda ham aka o'shanisiga e'tibor berish kerak. Misol mana o'yinlarda bankiga tuzish kerak va boshqa o'yinlar deydi, g'o'rasini uzib olib, bizni bozorga deydi, iloji yo'q, ular boshqa bo'ladi. Misol bitta bozorga borib gaplashsiz, man 20 ming qilgan bo'lsa, bittasi bor aytyapti, man 30 mingdan uzib olyapti. Borib uzib olyapti. Lekin o'sha aytgan darajasini bermaydi. O'sha uzadigan narsasini vaqtini qarab bilish kerak. Hamma narsasini. Shunga e'tibor berish kerak. To'g'ri aytasiz. Shuning uchun bizga e'tiborimizni, shuning uchun shartnoma munosabatga agar sizlar bugun hammaga kooperativ bo'lsanglar, bolaga sekin masala bo'lsanglar, olmaylar. Va shartnoma munosabatda ishlaymiz. Sifatiga javob berasan. O'zing kirdiryapsan, o'zing javob ber. Shunaqa masala qo'ying. Bog'i bo'lsang kooperativ qilsa bo'ladi. Bog'i bo'lsang kooperativ bo'lsa kerak. Bo'lmasam sen kooperativ bo'lsa, sen olaman degan masalani qo'ying. O'zi kokufka qilib bog'i o'zi javobgarlik bo'liga olsin. Bog'ni ham tarbiyalashimiz kerak. Agar yarmimiz bunaqa bo'lib turib, yarmimiz bunaqa harakat qiladigan bo'lsak, erisha olmaymiz. Biz common response qopitamiz. Shuning uchun hamma shu kooperativ o'tamiz, shartnoma munosabat o'tamiz. Bog'ni ham o'tkazamiz, eksportyorni ham o'tkazamiz. Eksportyorlarga jonli bo'ladi, chunki ularga lishiras pulni tushirib, bankka olib naqd pul qilib, yana bir 1 million 2 million dollarni naqd pul qilib, hali ularga jo'natib, ertaga maqbuliyat bormagan holatlari bor, tushib qolgan, u qidir, ularga undan ko'ra shart olib bitta pensiya qilgan ma'qul ham. To'g'rimi, noto'g'ri? Chunki chet eldan pul bilan naqd kelmayapti, pensiyaga keladi. Shuni aynan bank sxemalarini aylantirib olaylik, kooperativ orqali bog'ni ham yurishib olsin. Shunda bog' aytib qo'ying. Razlashli bo'ladi. Biz ko'rib turamiz. Haqiqatan mineral o'g'itni oldimi olmadi. Haqiqatan pestitsidni oldimi, haqiqatan biologik qildimi turadi. Hammasi razlashli bo'ladi. O'zidan ko'rib turasiz. Endi oyatda shu yaxshi chiqmasa tamojidan geri qaytaramiz. Bu narxda berdi, ishni geri qaytardi. Kim zararimiz ko'rishdi? Boshqa nima deydi? Zararimizni kim boshladi? Ko'ryapsizmi? Uni javob bermay. Uni birda so'rash kerak. To'g'rimi? Birda so'rash kerak. Zararimizni kimlar ishlaydi? Shu o'tirganlar ko'pchilik hojat keladi, to'g'rimi? E'tiborli inson, sen u haqqimiz. Endi nimagadir bizda qo'shqa Deyasanmi biz boshqa tushmadik buni bu naqtalarga? Lekin men yashirdi naqla Deyasan demaysan. Bu haqni sharoit bo'layapmiz. Ha? Sen o'zbekcha yaxshi bilasan, deysan. Korporativ nima demak? Umuman deydi, Abdumalik shartnoma. Shartnomani Abdumalik shartnoma deydilar. Shartnoma Abdumalik javob bersin. Bermaydi. Bermaydi. Hech bir javob. Kechasi tahorat qilamiz, to'g'rimi? Alloh oldiga namoz o'qiyotganda ozodlik boramiz. Qalbimizni ham toza qilaylik. Har xil narsa o'ylab topmaylik. Mana hozir soliqdan kelishibdi mehmonlar, hokimiyatda menimcha qorakani ham taklif qilish kerak edi. Chunki men o'zi bilasiz, bu borada juda ham bilimlar kuchli emas. Lekin bu o'ristasiga bir da so'rash kerak. Bir daha so'rash kerak. Asosi Qur'onni, islomni asosi. Bu men aytayotganim, men antikorrupsiya ommaviy axborot vositasida rahbariman, raisiman. Korrupsiya degani faqat poraxo'rlik degani emas. Sherikni haqini yeyish ham bu korrupsiya. Boshqalarni aldab sotish ham korrupsiya. Shuning uchun baraka topinglar. Men sizlarni yomonlash niyatim yo'q. Lekin aslida ko'zingizni oching. Мен Ты можешь сказать, что
биологиядан Biz yükü aldık apardık. Если они возвращают, если клинок, кто будет отвечать? Adamali. buni ustiga buni olib Подожди. А друг одномальный не купил, другой за крыло купил. Крыло не отвечает. Крыло тоже отвечает. Не отвечает. Теперь будет. ozarbayjonliklar Ne bo'ldi? Işte zakon уже так. Ne bo'ldi? raqobat qilish juda ham og'ir. Endi bir kunlik manfaatni o'ylab, o'sha zanjirdagi bitta shaxs o'zini manfaatini o'ylab, o'sha yerga qolgan hammasini qiynayapti. Mana aytyaptilar, haqiqatda o'zbekning moli o'sha yerda yo'q. Bitta shaxs o'sha zanjirdagi bitta haromxo'r hammani rizqini qilib qo'yapti. Davlatdan На что сцена подорожает? Это кто будет отвечать? shuning uchun okalar, ukalar, mani gapimni og'ir qabul qilmaydi. Lekin men yuragimni Yechim bo'ladi unga. Ha? Unga ham yechim pul bo'ladi. topish kerak. Abdulmalikdan so'rash kerak. Uni Abdulmalikdan hozir so'rashsin boshqa. Qalbimizni toza qilaylikda, molimizni halollab qilaylik. Keyin mana yarayotganlarini ham o'zi guvoh. Договорились от 30. Нет, договорились от 30 тысяч, да, Узбекистан. А мы машины поставим. Грузим 2 тонны. Просто 2 тонны. Вот брокер есть брокер? Скажет, звонит, скажет, Абдулмалик, твой сосед берет 35 тысяч. А что скажет? Неправильно. Да. А он скажет, давай, вот 35 покупаем. Опять полчаса звонит, говорит, нет, это... Tadbirkorlar Toshkentda tiqilyapti. Kampir ishlaydi. Raqobat katta. O'sha kampirda O'zbekiston mahsulotlarini qadoqlasin. Zebuliso bor, gaplashmoqman. Bundan tashqari Samarqand bor, qandolatchilar bor, juda ko'p. Bitta sirkochka qo'ysak, butun O'zbekiston mahsulotlari ishg'oliyat o'rniga qadoqlangan sublimatsiya mahsulotlari, O'zbekiston mahsulotlari bilan chiroyli upakovka O'zbekistonda brendini qilib agar chiqaradigan bo'lsak, sekin tanishishni boshlaydi. Dubayda aytyapti, savol berdimda, juda ham yirik tadbirkorlar bilan gaplashdik. 50 talab supermarketi bor tadbirkorlar. Lulu degan kompaniyaning banklar bor ekan. Men aytdim, sizlarni murakkab, sertifikatga hammasini beramiz. Nima talab qilsanglar bo'ldi? Yo'q dedi. Marhamat dedi, olib kelinglar molinglarni. Siz sotib ko'ringlar. Agar yaxshi ketadigan bo'lsa, faqat так делали, да? Каждый раз. Ya'ni faqat Yevropa Rossiya emas, arab davlatlari bor. Dubay bilasizlar, boylar yashaydigan davlat. Masalan, shahar. Xuddi shunga o'xshagan Saudiya Arabistoni bor, Koreya bor, Malayziya bor, Yaponiya bor. To'g'ri murakkab, lekin davlat sizlarga qadam qo'yyapti-ku. Mana qonunni o'zgartirdi. Hayotimda birinchi marta soliqni butun umrimda 31 yillik tadbirkorman. Soliqni 1% tushirib qo'yilgani bu hayotimda birinchi voqea. Endi sekin bu imkoniyatni ishga sotish kerak-da. Shuning uchun aytayotganimki, birlashinglar. Biz mana Yoqubjon, oziq-ovqat uyushmasi, sanoat uyushmasi, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Davlat tashkilotlari o'zingiz kelib sizlarga aytishyapti. Mana men masalani foydalaninglar. Foydalaninglar. Qayerda muammo bo'lsa bizga keltinglar. Bular o'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqib qilib beradi, biz o'zimizning imkoniyatimizdan. Ya'ni bu yerda kollaboratsiya degan tushuncha bor, hamma birlashadigan vaqt bor-da. Вопрос важный. Надо его задавать. Да. Я сейчас начну, а потом дам тебе телефон. Хорошо. Микрофон. Хорошо. Я скажу, вот есть вопрос такой, а ты, потому что я по-узбекски не могу говорить, они тебя поймут. Да. Можно еще вопрос? Еще вопрос. Потому что это называется разводят нас. Да, мы магазином работаем, мы магазином цену скажем, потом подорожает цена. Что да, будет? Это неправильно. улыбка. Сейчас мы вместе зададим. Я начну, потом это. Hozir Ibrohim akam aytib o'tdilar. Boshqa to'g'risi gapirdilar. O'sha mahsulotni o'ratish, bosish, birinchisi berilgan preparat bor, sifat. Ya'ni любой mahsulot.
даже пока закон не закончился, в прошлом году, да, папа, 30 рублей договорились, потом 38 рублей, 40 рублей закроем машину. Мы убывка падает, потому что мы сегодня 30 слышим, скажем, Москва давай 32. Потом мы должен давать, не можем отказать, потому что заказ берем, потом попадает за 40 тысяч. А если мы не согласаем, да, вот и помимо половины машин грузит, потом дальше не согласаем, у нас машина остается здесь 2-3 дня, это нам не устраивает. Мы автоматически согласаем, давай 40 сделай, принеси, ты машину закроем. Они же это знают, поэтому что-то надо придумать. deyarli hozir mana Chili bo'lsa gapida Chili qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar politsiya talon sifotdan tashqari munosib aksiyasini bo'lishadi. Ya'ni mana gilos to'g'risida gapirdik, o'tgan yil biz Zarkentda o'tkazib qo'ydik gilosni mana shu kunlar bilan kilosiga 60 so'm taxminan shunaqa tushib ketdi. Kilosiga bu hech qancha gilos emas. Bu gazifikatsiya, mikserlar bu narsa bu traktor. А ты покупал тут черешня, самая минимальная цена какая была? 20. 20? Ну это ранее. Или позже? Не, начинает 30, потом пойдет 20, 15 также пойдет. Потому что у них и конкрет есть большой, Азербайджан. Да, я говорю, что Азербайджан, потом Крым с Россией, потом Краснодар пойдет, да. Молдавия этот год просто мороз был. Да, мороз Азербайджан был. лучше, В этом Молдавия году нет. нет черешни. А так своя есть. Да. Просто холодно было, когда цветы. И все. О, безалазно. Это нам нужно. Лекарства. Да. Это нам нужно. Mahsulotda yetib boradi. Mana ayting, qaysi bir putyovka bo'ladi, mana siz hozir set bo'ladi. Borgandan keyin sizni mahsulotingiz bu preparatni обработка bo'lgan bo'lsa, narxi juda mizon. Olmaga 60 so'mni shunaqa tushdi, so'raganmiz. Uzumni ham qildik, xurmo qildik, xurmo eng pikiga olib chiqib so'raymiz. Ya'ni sizga А Иран почему не вести? Иран, наверное, раньше, чем здесь. Как с Ираном, почему не вести там раньше, чем здесь? Объем попозже начинает. Да. Сразу не начинает. Ирана, Ирана, который приезжает, а там сидит не за стол. Холодно, там слишком жарко, просто позже через не получается. Telefon. Biz sizni kanalda ulaveramiz. Telegram kanalimiz bor. Sizga yana qo'yganmiz. Batafsil so'rab ma'lumot beramiz bu to'g'risida. Kanalga qarab turamiz. Telegram kanalga ulaverishimiz. Kooperativ agar bu mohiyatini tushunib yetsangiz, bu juda zo'r narsa. 20 yildan oshdi. Gollandiyada bu mana shu mexanizmni bo'lganda, o'tda kooperativ a'zolari bevosita bog'dorlar. Hozir aytilgan o'qlash masalasi, aytaylik, pullarni platejlarni Moldaviyadan aytdilar. Pulni pastlash kerak, buni pullarni berishga oldindan tayyor. Pul raziyasiga qotmaysiz, boshqa qilmaysiz. Bunga bitta yirik anaqaga qanaqa noqonuniy savdolar, toshma degan eksportyor emasdi. Yuridik shaxs bor. O'shanga pul to'laydi.
kooperativda bog'dorlarga a'zo bo'lsa, bog'dorlar a'zo bo'lsa. Birinchi o'zi. Mana Gollandiyani misol aytaman. Bog'dorlar o'zi yig'ib topshiradi, xolodilnik o'ziniki. O'sha o'zida kalibrovka bo'ladi. Kalibrovka qolgan razmer bo'yicha sintaloglarni qolasiz besi bo'yicha bo'ladi. O'sha o'zida сразу. Еще один запрос. Вот они это покупают, когда как деревня стоит, так покупают. Потом они все засунут внутрь. А нельзя, что они покупают через килограмм. Сады покупают они уже деревни и покупают килограммы. Вот это надо объяснить. Они как стоит, так покупают. Да, 20 тысяч долларов дает, один гектар покупает. И сколько выходит, внутрь засунут. Вот это надо решить, чтобы через это килограмм чистый товар надо заплатить. Зачем мне мусор заплатить? Ну да. А ты покупаешь, когда там в деревне, там Где? покупаешь. Азербайджана? Не здесь? Нет, здесь. Мы здесь покупаем, они там эта деревня покупает брокколи и перевезет сюда. Все собирает, перевезет. Просто кладку сделал, сверху внизу мусор. Ko'pga saqlab berilgan texnologiya. Bu texnologiya dunyoda bor. Mana misol uchun aytaman, Polshani boshqa davlatlarni mahsulotini olsangiz, shu bo'g'ingiz yo'q turibdi, olmasin Toshkentga. Nimaga desam ko'rmayapti. Hammasi shu preparatimiz bilan agrogodga qilingan. Gensp degan dori bor. Amerika bo'ylab topilgan dori 60-70 yildan beri ishlab chiqarilgan. Rossiyada bu 25 yildan beri ishlanadi. Hamma mahsulot qilishadi. Bizning kompaniyamiz ham bor. Это что за лекарство? Не знаю, поставить машину, они лучше держат товар. Холодильник поставить, машину поставить. Дорогое? Не знаю. Не говори с ними. $600 говорит, в чем-то говорит. 6 oy 7 oydan turgan meva kecha xolodilnikka saqlangandek ko'rinishi turibdi. Shunda qarsilab ishlaganingizda o'sha nima deydi, konsentratsiya ichida turibdi, qurimagan, so'limagan mashina. Обработка narxi tekin sen bo'ladi. Mana bu ko'rinishimizni bu mana trakka urinib, trak 20 tonnalik furat urdingiz, shu narsani ochib, qo'shasiz, обработка qilib qo'yasiz, yopib qo'yasiz, bir sutka turadi. Ochivarasiz, bo'ldi, обработка qilib bo'lindi. Mevani men sizga tushuntirib o'taman, meva Надо сфотографировать, почитать. Да. Вот надо сказать, это нам нужно, не у них не нужно уже. Meva uxlaydi, tayyorganisi meva. Ну, они, наверное, будут советовать. Обработка qilindi, ketdi Rossiyaga deydi, Rossiyani qaytib o'qitib bazalarga tushib turadi-ku. Bizni mangomiz tez-tez sotib olsa, pulini osilib qo'ydi. Uni o'ylaydi, ketadi. Это нам нужно, не не нужно, интересно нам. Magazinga turib, 15 kun turib qoladi, 20 kun. Mana shu hissiyatni yo'qottirmaydi. Bu narsa rivojlangan davlatlar hammasi obradga qiladi. Nimaga? Xitoy nimaga Polsha hammasi mahsulotlar turibdi. Zaminida mana shu turibdi. Это нам нужно. Pulga qilinadigan narsa. Kelinglar. Ertaga qaytib sizni mahsulotingizni so'ydi, qaysi bir magazinda birovniki 10 kundan keyin aynasa O bize lazım, onlara yok. O bize lazım. O'tgan yili patentda qilingan mana uzumlarimiz ketdi, darrov sotilib ketdi, lekin qaysi do'konlarda olib ketgan ekan, yana olib kelinglar, zakaz qiling, shu bo'ldi deganda biz o'sha yo'q, olmaganmiz. O'shancha bu yil katta zakazlarimiz bor, sizga ham foydali bo'ladi. Vodiy O'zbekistonga yuraydi, Farg'ona, Namangan yuraydi. Mani telefonim 90 349 19 300. Можно? Можно такой один коровка отдай Абдулмалик, и мы заплатим Абдулмалику, сколько нужно, забираем. Все, да. Мы не можем уже каждый раз с ним заходить, походить. 349, 49, 19. Bu yükte, bu şeyden Abdülmalik'e veresiniz. Biz Abdülmalik'le pulumuzu verip alalım. Biz expert. Biz expert. 349 19. Bize kanalga ham ko'p tashiyman, ko'p avtolari, avtolari kelgan kanallarga tashlab qo'yaman.
savol bor. Hozir tekshiramiz. Menga videolaringizni berasiz, kontaktlaringizni berasiz. Sabiqatgan shu keladi. Agar ko'makchi joylashtirsa, mahsulotni uzoq saqlash istadi ichiga. Mashina o'shaga nimalar bo'lsa, hammasini qo'yib berasiz, videosini ham, telefon raqami hammasi tursin. Demak, ijtimoiy tarmoqlar o'rgan desa, qilib beramiz, pul bo'ladi. Hammaga kerak, to'g'ri tortib, bu kerak emas. Abdumaliyga keyin qishloq xo'jalik kooperativlari bor. Shularning hammasi bizda ro'yxat reytingi bo'ladi, telefon bo'ladi, bog'lanasizda o'shadagi mahsulotlarni to'p-to'p sertifikatga qilib beringlar. Bu o'shadan foydalangan bo'lsin. To'g'ri. Buraga ish. Rahmat. 90lik 349 Nuridan ayting, yozib oling. Bu rahmat. Rahmat. Qulpini, brokoli hamma meva sabzavotga bor ekan. Shuning uchun telefonlashib, hozir seminarlarda gaplashib olasiz. Marhamat, savol kimdan? Masalan, 25-mayda mana shu yoz rosa pishgan bo'lmaydi. O'shalarga bir vaqt ko'p qo'yish kerak. Mana maysi boshlandi, 25-aprelda boshlandi. 10-chi jo'natdi. Pishmagan narsaga ruxsat berilmagan ziyon bo'ladi. Pishmaganini duch kerak. Shuni sizga qo'yib beringlar. Sizga birinchi masala pishmagan narsani 25-maydan bari. Men eshitamiz. Iltimosimiz pishmagan narsaga ruxsat berish kerak emas. Siz birinchi shu bozorda yuzayotgan narsa shu. Mana hozir Peterga bir mashina kirdi. 30 yosh pishmagan narsani oldi. Mana hozir Moskvaga, ya'ni ikkinchi masalasi mashg'ulotlarga jamoatlar bo'lib, bilgiga ancha o'zgarish bo'ldi. Mana shu o'qishga. Shu narsani yana ham kuchaytirishni. Benim sualımı da ver. Men berdimmi shu savolni? Benim sualımı da ver. Bormi? Mana shu bayonga mas'ulsan. Algoritmich olishdimi? Derivani sotib olishdimi? Uni aytganmi? Hasan aytdi. Endi biz o yükü alamiz, ketadi vazir akchasi. Aytilganmi? Hamma gruppalarga qo'ydik, sizga jo'natdik. Hamma gruppaga tarqatilmas bayon ilovalarni. Mana shu bayonimizga bitta band qo'yib ketganman. Karantin inspektorlaridir. Asos biladi karantin inspektorlari. Karantin inspektorlari mahsulotning sifatiga, pishgan darajasiga e'tibor qaratib javob beradi. Pishmagan bo'lsa, sifati talabga javob bermasa, mahsulot aralash bo'lsa, o'g'langan bo'lsa, o'sha yerda o'zida bayonnoma tuzib prokuraturaga berasiz. Tushuntira oldimmi? 1 soat ichida bayonnoma tuzilib, 1 soat ichida prokuratura organlariga hujjat ketishi kerak. Mana mashhur tarbiya. Kim qilgan bo'lsa, o'sha javobgarni javobga tortish kerak. O'sha masala. Agar kim mashaqqat aytib qo'ydi, karantin kallasini javob beradi inspektor. Kim agar o'g'langan, pishmagan mahsulotni yuklab olgan bo'lsa, karantin inspektori javobgar qiladi. Hammani oldida to'g'ri. Fitosertifikatdan olaman, menga jo'natishadi, o'sha bozorda hammasini shu qo'lga oldik. Bozorlar hamma chet eldagi hamma bozorlar bizga xayrixoh, karantin eksport shtabimizga butun dardini aytadi. Fitosini olaman, o'zim tortib olaman. Tashqi karantin inspektoridan ichkiga ham tortib olaman. O'sha bog'ni ham tortib olamiz, yig'uvchini ham tortib olamiz, surishtiruv qilib eksport yo'llaydi. Hammasi javob beradi. Bir bob javob beradi. Hammasiga taqiq qo'yamiz. Karantin inspektori javobgar bo'lib 2 yil oyligini oldiramiz. Davlatga to'laydi. Ana o'g'lagan, bog'i egasi hammasi umuman eksportga 2 yil kamida chiqariladi. Kamida 2 yil hech narsa meva sabzavotdan ishlanadi. Javobgar bo'ladi. Kelishdingmi? Yana kimda savollar? Marhamat. Mikrofonni beraylik, bormi? Tezlashtiramiz.